oshni terlab faqat o'lim. Xo'jayin bu yoqda yo'q. Agar kerak bo'lsa, biz seni o'zimiz topamiz. Agar xo'jayinni o'zgina bo'lsa ham mard bo'lgan. Xotinlar dushman. Sen ko'pchiga terminotilarni orqasiga bekilmas. To'g'ri tomon. Solihaning gaplari necha qildi? Sen bilasanmi? Men yo'qdan bu umumiy gap. Konkret gapga Telefonimni bering. Bering telefonimni. Soliha, tinchlikmi? Nima bo'ldi sizga? Bilmadim. Zarina opa. Zarina opa. Zarina opa. Zarina opa, qayerdasiz? Zarina opa, iltimos, chiroqni yoqib yuboring. Zarina opa, qayerdasiz? Qo'rqib ketyapman. Iltimos, keling. Nima bo'ldi, Soliha? Qayerda edingiz, Zarina opa? Qayerda edingiz? Nimaga qadamaysiz? Tinchlikmi? Nimaga? Nima bo'ldi? Chiroqni yoqib yuboring. Nega? Chiroqni yoqib yuboring, iltimos. Nimaga? Iltimos, opajon, chiroqni yoqib yuboring. Xo'p. Xo'sh, nima gap? Tinchlikmi? Gapiringchi. Yomon tush ko'rdim. Tushga nimalar kirmaydi deysiz? Shunga voqmanmi? Bilmadim. Qattiq qo'rqib ketdim. Tushimda qorong'u joyda ekanman. Bitta hayvon, tukli hayvon menga tegamoqchi bo'ldi. Qancha haydasam ham ketmayapti ekan. Qo'rqib ketdimmi? Yana nimalar ko'rdingiz? Bilmadim, to'liq eslay olmayapman. Ha, keyin atrofimda erkaklar bor edi. Erkaklar? Yalang'och holatda. Zarina opa, men bilan qoling iltimos. Qo'rqib ketyapman. Yo'q, Soliha, bu tush. Tushga nimalar kirmaydi. Shunga qo'rqib o'tiribsizmi? Men ham yolg'iz yotishga o'rganib qolganman, Soliha, to'g'ri tushuning. Yo'q demang, Zarina opa, iltimos. Bo'lmasa ertalabgacha uxlay olmayman. Bo'lmasa zalga olib chiqing meni. Mayli. Xolamga chiqib, yostig'imni olib kelaman. Birga uxlaymiz. Faqat tezroq bo'ling, xo'pmi? Xo'p, hozir. Chiroqni o'chirmayman. Ha.
Demak, ish beryapti. Hali men seni bundan battar ahvolga solaman. Kamol faqat meniki bo'ladi. Seni ahvolingni kuzatish menga lazzat beradi. Hali ko'rasan. Olib keldingmi? Olib keldim, xo'jayin. Sultanchikning kvartirasidagi videolar, xo'jayin. Rasmlarning asl nusxasi shu yerda. Bularning kopiyasini seyfda qoldirdim. Mana buni ish desa bo'ladi. Ishlasa bo'larkan-u. Xo'jayin, sizdan bir narsa so'rasam maylimi? So'ra. Nega Baxtiyorni bittada yo'q qilib qo'yganmisiz? Yo'q, Arslan. Uni bittada yo'q qilishga kuchim yetadi. Lekin men uni shunchaki osonlikcha o'lishini istamayman. Men uni mana shu oyoqlarim ostida tiz cho'kib o'tirishini xohlayman. To'xta dedim. To'xta. Abbas, to'xta. Majlis. To'xta. Abbas, sen nima qilib yuribsan, a? Men hech narsa qilmadim, baxtli do'stim ishon, menga hech narsa qilmadim. Do'stim dema. Men hech narsa qilganim yo'q. Shohidaning gapiga ishonma. Bir og'iz gapiga ham ishonma, men hech narsa qilganim yo'q. Hozir umid. Men dedim do'stim dedim. Vaqti kelsa bir burdan olib bo'lishib edik. Nima qilib, nima laqim yuribsan? Men shilda emasman. Meni shilda dema do'stim. Sen shiltamda qozi bilan samma nimalar bo'ldi? Men o'qishdan haydaldim. Shohida bo'lsa boshini ko'tarolmay yuribdi. Nimalar qilganing deb bilasanmi shilta? Men hech narsa qilganim yo'q. To'g'ri gapirma. Yek. Do'stim. Bo'ldi, og'riyapti. Do'stim kerak emas. Bilasanmi? Doktor bo'lish mening orzuyim edi. Sen bo'lsa orzuyi bajarib sevgidim tanamay yerda it. Tur o'rningdan. Tur. Hech xalatni. Hech xalatni. Sen o xalat hech kimdan loyiqsan. Hech dedim. Hech. Terstyokinlarni ati. Baxti. Kerak emas. Tusok. Avval tiz cho'kib o'tiradi. Keyin esa o'ladi. Shundaymi? Shundim, xo'jayin. Sen nimani ham tushunarding? Baxtiyorni qizini shu darajaga olib borishimiz kerakki, uni qizi mana shu yerda meni oyoqlarimni artadigan holga kelsin. Birinchi doriga o'rgatlaring. Xo'p bo'ladi, xo'jayin. Keyin esa buyoqqa olib kelasan. Shu darajaga olib kelaringki, meni oyoq kiyimimni
tili bilan tozalasin. Baxtiyor suyukli qizi haqida film ko'radi. Agar tiz cho'kmasa, bu filmni butun O'zbekiston ko'radi. Tushundingmi? Tushunarli xo'jayin. Ha, Mardon. Assalomu alaykum xo'jayin. Salom. Nima bo'ldi? Hamma joy tozalandi. Xo'jayin, qizni qonini ham tozalab qo'ydik. Yaxshi. Yaxshi. Menga qara Arslon. Sen ofisga qara. Biz Mardon bilan yer tesharni oldiga borib kelamiz. Xo'jayin, kecha menga birga boramiz Sen degandingizmi? kattasan. Men o'rnimga o'zing bosh-qosh bo'lib turganing yaxshi bu yerda. Tushundingmi? Xo'p bo'ladi. Mardon, Rabbay xo'jayin. sen esa tayyorgarligini ko'r. Xo'p bo'ladi. Assalomu alaykum Baxtiyor aka. Va alaykum assalom. Ha, nima qilib o'tiribsan? Tinchlikmi Kamol? Nega uyga kirmayapsan? Haligi o'zim shunchaki toza havoga chiqqandim. Nima, ichkarida havo yo'qmi? Nega unaqa deysiz? Tinchlikmi ish qilib, uydagilar nimadir demadimi senga? Yo'q, nega unaqa deysiz? Hammasi joyida. Ha, Unaqa fikrga bormang. ha, yaxshi. Men o'zim shunchaki bir havo almashtiray degandim. Ha, bo'pti. Yur, uyga kiramiz unda. Ketdik. Biraz charchadim. Yura qol endi. Doktor aytgan-ku senga, kamida 5 kilometr yurgan deb. Sog'lig'ing uchun foydali. Yura qol. Yur. Bo'l. Yangi uyga ko'chgandan keyin seni sanatoriyaga joylashtiraman. O'sha yerda muolajalaringni olib, ancha o'zingga kelib olasan. Sizchi? Ha, endi meni qo'yaver. Bo'lishga shukr. To'g'risini aytsam, o'zimni qo'lga olishim qiyin bo'lyapti. Men Kunayli. Shohida qiynalyapti. Xotinim bechora kechalari uxla olmay yig'lab chiqadi. Uyda qizimni xotiralari qiynaydi. Qaysi burchakka qaramasin, qizim ko'rinayotgan ekan. Boshim qotdi. Ko'chib ketaylik, boshqa uy olaylik deb qiynavordi.
qizingni xotirasi qiynayotgan bo'lsa-da, Shohidan ham gapida jon bor, do'stim. Yangi uy olib ko'chib ketinglar unda. Xohlasang mana meni uyimda tur. Harna Shohida o'ziga kelib qolsa. Yoki vaqtincha biror joyga ketinglar. Dam olib kelasizlar. Men ham shuni o'ylayapman, Otabek. Hamma narsani qaytib olgach, shuncha ishni tashlab qayerga ham ketaman. Xo'p, do'stim. Sen nima qaror qabul qilsang ham men roziman. Har doim xizmatingdaman. Bir og'iz aytsang bo'ldi. Sen faqat o'zingni qo'lga ol, do'stim. Harakat qilyapman. Harakat qilyapman. Hali ko'p kutamizmi? Yana boshlamagin, bratan. Uni unut, tamom. Shunda yengil tortasan. Nega unutar ekanman? Qani o'zi u? Kim o'zi? Tushunmadim. Nima sen meni aldadingmi? Nimani aldading? Ey! Yoqqa kel. Qo'yib bor. Nima qilyapsan? Qo'yib bor. Gapirasanmi? Ha, aldadim. Go'shakni ko'tarmadi. Nima qilay? Men senga achinyapman. Menga achinyapsanmi? Qo'yib bor qo'limni. Yor. Qayoqqa ketyapsan? Uyiga birga boramiz. U seni kiritmaydi. Shuning uchun ham sen bilan birga boraman. Tushundingmi? Yor. Qo'yib bor qo'limni. Sekinroq. Qo'yib bor dedim. Bo'ldi qal. Yur dedim. Asabim o'ynama. Xo'jayin mumkinmi? Ke mirza. Assalomu alaykum. Alaykum assalom. Arslon aka, yaxshimisiz? Yaxshi. Hayron qolasan. Qayerdan qidirishga aqli yetgan odam bittada topadi. Meni kim qidirgan yana? Mardon meni so'rab boribdi. Mana men keldim, xo'jayin. Sen Yertesharni eslaysanmi? Ha, eslayman. Yertesharni bizga bir taklifi keldi. Men nima qilishim kerak, xo'jayin? Yutishing kerak. Nimani? 200 grammni. Menga qara mirza. Bularni ichida eng sog'lomi o'zingsan. Mana, Arslon akangni qara. O yoqqa ketaman deb turibdi. Qarayapti. Mardonni bilasan. Agar shu qorni bilan yutsa, ovqatga qo'shib hazm qilib yuboradi. Xo'jayin? Bu juda xavfli ish, xo'jayin. Men o'ylab ko'rishim kerak hammasini.
O'ylab ko'r. O'ylab ko'r. Faqat chuqur o'ylab ko'r. Sultanchik, qara, senda yana ozgina bormi? Bera qolgin. Sultanchik, menga qarasang-chi. Menga qara, qara. Nima deysan? Oy, odam! Oy, Xudoyim! Hey! Aka turing. U o'lyapti. Tezroq shifoxonaga borish kerak. Shifoxonaga? Yo'q. Meni qamab qo'yishadi. Tushunyapsanmi? Qamab qo'yishadi. Nimalar deyapsan? Uni olib borish kerak axir. Hozir o'lib qoladi. Yo'q. Ketdik bu yerdan. O'tar mashinaga. Aka turing. Mashinaga o'tasan tezroq. Xudoyim. Oilang tinchmi o'zi? Bu hayotda eng muhimi oilani tinchligi, yigitcha. Arslon, Eshitaman. Mirzani kuzatib qo'y. Xo'p bo'ladi. Bu bilan aybingni berkita olmaysan. O'chir, gapirma dedim senga. Sen odam o'ldirib qo'yding, tushunyapsanmi? Orqaga qaytishimiz kerak. Balki u hali ham tirikdir. Ey ahmoq, qaytsak meni qamab qo'yishadi. Tushunyapsanmi shuni? Sultanchik, sen baribir javob berishing kerak. Buni shunchaki tashlab qo'yib bo'lmaydi. Militsiya baribir seni topadi. Baribir topadi. Unda nima qilamiz? Ha? Gapir. Nima qilamiz? Bilmadim men nima qilishni, bilmadim. Men bilaman. Topdim. Mashinaga o'tir. Nima qilmoqchisan? Avaz akaga telefon qilish kerak. Avaz akaga deysanmi? Avaz aka, menda muammo bor. Nima bo'ldi? Hozir qayerdasan? Ko'chadaman. Nima qilishni bilmayapman. Aka odam urib yubordi. Iltimos yordam bering. Meni yaxshilab eshitdi. Hozir oldinga mardonni yuboraman.
Mashinaga qon tekkan bo'lsa, tezda tozala. Tushundingmi? Tushundim aka. Yoningda sheriging bormi? Ha, bor. Vahima qilmalaring. Xo'p, Sherigingga ehtiyot bo'l, og'ziga mahkam bo'lsin. bo'ldi aka, tushunarli. Alo, Alo. Eshitaman, xo'jayin. Sultonchik odam urib yuboribdi. Tezda yo'lga chiqqanda vaziyatni to'g'irla. Ha, bo'ladi. Telefonlash. Qayerda bo'lsa ham tezda yetib bor. Tushunarli. To'xta, menga qara. Sultonchik bizga kerak. Yonida kim bor bilmadim. Tushundingmi? Tushundim, xo'jayin, tushundim. Tushundingmi? Ha, tushundim. Bo'ldi. Mayli. O'tir. Xo'jayin, men mirzani kuzatib qo'ydim. Yo'qotib qo'ymalaring. U bola nimaga ishora qilganimni yaxshi tushundi. U tushkun kayfiyatda ketdi, xo'jayin. Ko'rdim. Bunaqa ishlar hammaga emas. Mayli. Mirza masalasida o'ylab ko'ramiz. Ertaga Ertashar bilan uchrashaman. Sultonchik shu paytda muammo chiqarib o'tiribdi. Nima qildi? Odam urib yuborganmish. Hozir Mardonni jo'natib yubordim. Xo'sh, Mirza masalasida nima deysan? Mirza o'lsa o'lib ketadi-yu, lekin qo'lga tushsa ham bizni sotmaydi. Bu tanlovingiz to'ppa-to'g'ri, xo'jayin. Juda yaxshi yigit. Gapni ochig'i, men uchun uni qurbon qilish juda achinarli. Bu ishda ko'ngli bo'shlik qilib bo'lmaydi. Nimagadir erishish uchun nimadandir voz kechish kerak. Bu masala ham bor, xo'jayin. Bilasiz, Ertashar juda xavfli odam. Samir eshakka qilgan ishi sizdanmi? Bu ishda o'sha Samir eshakni o'zi aybdor bo'lgan. Samir eshakni aybi Ertasharga ishongani bo'lgan. Nima demoqchisan bu gaping bilan? Yo'q demasangiz, xo'jayin, menda bir taklif bor. Xo'sh, Bu ishni Mirza emas. Ertasharni o'zini odamlarga yuklasak bo'ladi-ku. Siz bu yerda nima qilyapsiz? Og'zingni yum. Mardon aka, endi nima qilamiz? O'pkangni bos, tinchlan. Qayerda urib yubording? Qaysi ko'cha? Aycha, bilmayman qaysi ko'chaligini. Tushunarli. Ikkalang ham men bilan yur, tez. Mashina nima qilamiz aka? Rulda kim edi? Men emas edim. Anavi edi. Meni hech qanaqa aybim yo'q. Aycha, rulda men edim. Tushunarli. Aycha, men edim mashinada, men. Tushunarli. Unda ketdik. Mashinani garajga tiqamiz. Keyin klinikaga ketamiz. Klinikaga nega? Ortiqcha savol berma, vaqt yo'q. Haligi odam nima bo'ladi? U shunchaki o'lib ketaveradimi? Uni bolalar tozalashadi.
Nima, senlarning savollaringga shu yerda javob berib turaveramanmi? Yashashni xohlasalaring, mashinaga o'tir. Tez. Sen opoq emassan, oyimcha. Ko'zingni qara, oqib qopti-yu. Mana ketdik. O'tir mashinaga. Alo. Alo, Mardon. Nima bo'ldi? aka, garajdan chiqdik, klinikaga ketyapmiz. Hammasi tozami? Toza aka. Ehtiyot bo'llaring. Hammasi joyida. Xavotir olmang. Yaxshi. Mayli. Nima qilyapsizlar? Qo'yib yuboringlar. Hey, nima qilyapsizlar? Qo'yib yuboring. Nima qilmoqchisiz? Aka, tinchlikmi? Hech narsa bo'lgani yo'q. Ishga xalal berma. Sen bizga keraksan. Shuning uchun og'zingga. Aka, Jasminani nima qilmoqchisizlar? Dugonangga hech narsa qilmaydi. Xavotir olma. Shunchaki uni qonini tozalayapmiz. Qon almashtirishadi. Bu xavfsizlik uchun kerak. Menga meniki emas. Axir rulda men edim aka. Sen nima? Qamonni ichirishni xohlaysanmi? Rulda kim bo'lganini unut. Bu xo'jayinning buyruqi. Sen qaytaga qursan bu. Xo'jayin senga yordam bermoqchi. Aka, siz tushunyapsizmi? Men qanday qilib? Axir men edim rulda, tushunyapsizmi? Hey. Ketdik. Qayerga? Jasmin aka. Qolganini yo'lda gaplashamiz. Ani yur. Aka. Yur. Yo'lda gaplashamiz. Ana. Alo, Shohida, Alo. yaxshimisan? Assalomu alaykum Baxtiyor aka. Va alaykum salom. Yaxshi, rahmat. Hozirgina siz haqingizda o'ylab turdim. Qo'ng'iroq qilsammikin deb. Hali yaxshidan bo'ldingmi? Ha, rahmat, shukr. Yaxshi dam oldim. Dorilaringni ichib oldingmi ertalab? Ichdim. O'zingiz yaxshi dam oldingiz. Bo'ladi. Dilnoza uyqudan turdimmi dadasi? Yo'q hali. Choy ichmadingizmi hali? Ko'mal tayyorlayapti. Ha, unda yaxshi. Yaxshi ham shu bor ekan. Ha, baraka topsin. Qarashib turibdi menga. Kamol o'zi juda ham yaxshi yigit dadasi.
Kecha Dalir bilan gaplashgandim. Yo'q, yaxshi ekanmi? Yaxshi ekan, ancha o'rganib qopti. Ha, yaxshi bo'lsinlar. Ancha vaqt gaplashdik ota-bola. Ancha dardlashdik. O'rtadagi masofa baribir ham odamni yaqinlashtirar ekan. To'g'ri. Senga telefon qilganmidi? Ha, qo'ng'iroq qilgan. Ozgina gaplashdik, hol-ahvol so'radi. Shohida, Labbay. qachon qaytasan? Yana 3-4 kunlik deyishdi. Menimcha, shu 3-4 kun ichida uyga qaytib qolsam kerak. Sizni ham yolg'iz qoldirishni niyatim yo'q dedi. Lekin yaxshi, bu yerda o'zimni ancha yaxshi his qilyapman. Havolar yaxshi ekan. Tushunarli. Mayli, sen xavotir olma. Yaxshilab bemalol tuzalib olgin. Keyin kelasan. Dadasi. Biz Dilnoza, Komol uydamiz. Yo'ligini sezdirmayapmiz. Dilnoza senga telefon qilmadimi kecha? Yo'q, telefon qilmadi. Telefon qilsam ham ko'tarmadi. Nima, uyda emasmidi? Yo'q, uyda. Lekin xonasidan chiqmayapti. Nima qilsak bo'ladi, dedi dadasi. Bilmadim. Shohida bilmadim. Qanaqa gaplashishni bilmadim. Mayli, bir yo'li chiqib qolar. Mayli, Baxtiyor aka. Faqat siz o'ylayvermang. Hammasi yaxshi bo'ladi. Hammasi iziga tushib ketadi. Faqat asabingizni buzmang. Mayli, sen o'ylamagin, yaxshi bo'lib ketadi. Albatta. Kechga yaqin boraman, nima bor senga? Ayyo, o'zingiz kelsangiz bo'ldi. Rahmat. Bo'ldi, tushundim. Rahmat. Ruxsat bering. Avaz keldi. Kirsin. Xo'p, bo'ladi. Avazboy, qadrdonim. Boy aka, Bormisiz? Yaxshi yuribsanmi? Qani marhamat. Seni kutib turgandim. Ha, yaxshi. Marhamat. Xo'sh. Nima qarorga kelding? Eshitaman. Gapir. Yorqin aka. Men birinchi taklifingiz bo'yicha ko'p o'ylab ko'rdim. Xo'sh. Demak, rozisan? Yo'q. Sabab? Sababi oddiy. Men yigitlarim o'zi sanoqli. To'g'ri, ishonchli yigitlar bor. Lekin men ularni shunchaki sinov uchun qurbon qilib yubora olmayman. Men ularni sadoqatini sinash uchun necha yillarim ketdi. Tushunarli. Xo'sh. O'zing nima taklif bermoqchisan? Men bu ishga kerak bo'lsa 60% tikishga tayyorman. Lekin tajriba quyonchasi siz yigitlaringizdan bo'lish kerak. Meni taklifim shu. Rozi bo'lsangiz, albatta. Men o'ylab ko'rishim kerak. Meni yigitlarim ham men uchun juda qadrli. Mayli, o'ylab ko'ring. Bo'pti. Yaxshi.
Bo'ron. Labay xo'jayin. Avaz har doim Arslon bilan kelardi. Bu gal negadir o'zi keldi. Menga qara. Labay. Uni ortidan odamlaringni qo'y. Hop. Qani ko'raylikchi kimga orqa qilyapti ekan? Keyin Arslonni ham top. Men u bilan gaplashib olishim kerak. Tushunarli xo'jayin. Dada, nima qilganingiz bu? Hamma joyimni ho'l qilib tashladingiz. O'zim turardim-ku. Meni tinch qo'yinglar. Bacharaga e'tibordan azizlarga qarasam hamma biladi. O'liga qancha qarasang, o'rning bu ahvol. Zarina ishini yaxshi bajaradi. Gap bo'lajak. To'xtasan, endi buni soch tushdi. Menga qarang. Siz javob bering. Sen harbiy ishonchli joyga yetibsiz. Xo'p, hech kim to'polmaydigan joyga ketibsiz. O'zimni taniyman. Nima bilan Menga qarang, sizning baqaling. Nega soyxon chaqirishga chaqirib qo'yib o'z jinini yoqib yuribsiz? Nimalar deyapsan? Salozingga qarab gapir. Bo'lmasa